Buxoroda qiz bo'g'ilgan deya qaror chiqqan. Opa. Ammo qizni onasi, qizim o'z joniga qasd qiladigan emas. O'lishidan bir kun oldin bizni uyimizga kelgan va juda ham xursandchilikda o'z uyiga qaytgan demoqda. Fevralda 2-fevral kuni keldik. Kelib chiroyli bo'lib. Ma'lumotlarga ko'ra, onani ham o'sha yerga olib borishadi. Ne ko'z bilan ko'rsam, qizi yerda yotgani va bo'ynida hech qanday chiziq, iz yo'qligini ma'lum qilmoqda. Qizim o'z joniga qasd qilmagan. Bizning yagona iltimosimiz adolat qaror topsin deya murojaat qildi. Qotillar jazosini olsin ekan. Qotillar bosh oilasi biladi. Nima bo'lganini biladi. Bu safar sizlardan kuchli yordam so'rayman. Iltimos qilardimki, ikki og'iz fikringizni kommentariyaga yozing. Hozir bo'lgan voqeani batafsil eshitasiz va siz nima deb o'ylaysiz? Haqiqatan ham qiz joniga qasd qilganmi yoki shunga majbur qilinganmi? Xo'p, hammasini ham unutamiz. Rostdan ham qiz o'z joniga qasd qilgan bo'lsa, bunga nima sabab bo'lgan? Nega qiz kuyovlik uyida o'z joniga qasd qilmoqda? Barcha fikringizni kommentariyaga kutib qolamiz va malol kelmaslar. Bu video tegishli yerga yetib borishi uchun onani, farzandini yo'qotgan onani masalasi hal bo'lishligi uchun sizlardan atiga bir dona like so'rab qolaman. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Biz sizga voqeani nima bo'lganini batafsil taqdim qilamiz. Pul yuborishda kechasimi, kunduzimi, endi buni farqi yo'q. Endi kechasi soat 2 da ham, yakshanba kuni ham uyingizga pul yuborishingiz mumkin. Bank ochilishini kutmaysiz. Navbatda turmaysiz. Hech kimga iltimos qilishingiz ham shart emas. Yubor mobil ilovasi 24 ga 7 sizga erkinlik beradi. Istalgan vaqtda, istalgan joyda bir necha soniyalarda pul yuboring. Siz ishlayotganingizda ham, dam olayotganingizda ham, kechasimi, kunduzimi farqi yo'q. Pulingiz uydagilaringizga bir zumda yetib boradi. Endi pul jo'natish har doim siz xohlagan paytda. Yubor qulay, xavfsiz va ishonchli ilovadir. Assalomu alaykum, sizlar bilan men bloger Muhammadjon Madiyev. Siz Maksmadov kanaldasiz. Kanalda mehmonlar albatta obuna bo'ling. Xabaringiz bo'lsa kerak, internet tarmog'ida keng muhokamaga sabab bo'lgan ushbu videoni biz to'liq o'rganishlik uchun aynan marhumaning uyiga yetib keldik. Qizni onasini aytishiga ko'ra, qiz ekspertiza xulosasiga ko'ra o'z joniga qasd qilgan. Xulosada esa bo'g'ilgan deya tashxis qo'yilgan, ammo u yerdagilar o'z joniga qasd qilgan, o'zini osgan deya xabar berishmoqda. Xo'p, qiz o'z joniga qasd qilganmi, uni kimdir majburlaganmi yoki shungacha olib borganmi, bu bizga qorong'u va qizning onasining yagona iltimosi bu qarorlar tegishli yerga yetib borsin. Bizni Bo'zdagi, Bo'ston tumanidagi tegishli joylar yetarli darajada ko'rmayapti deya nolimoqda. Iltimos qilardimki, ushbu holatni siz va biz yordam beraylik, kengroq tarqasin, tegishli yerlarga yetib borsin va onani ishi hal bo'lsin. Kelinglar, bo'lgan voqeani batafsil o'rganib olamiz. Assalomu alaykum, xalqim, prezidentim. Men sizlarga iltimos qilaman. Shu Andijon viloyati Shahrixon tumani Qo'rg'oncha Payzavod mahallasida yashayman. 2025 yilda chiqarganman. 2006-yil qizimni bergandim. 97-yil bolaga Oxunboboyev Qo'rg'onchasiga. Fevral kuni kelgan uka. Chanasi chiroyli bo'lib kelib, o'ynagan biz bilan, chiroyli bo'lib o'yinlarga tushib, bir oyda bir marta jo'natardi uka. Yo'q, erga tegganiga qancha bo'ladi oxiri kelgan kuni? 6 oy bo'ldi. 6 oylik, 2,5 oylik farzandi tushdi uka bo'yidan. O'zlari tushirishib qo'ydi. Shunda ham men so'raganman qudamdan, keling opajon, bering jon opa. Men qarab turay deb apparatga tushirib kelganman uka. Apparatga tushirganimda ham bolani o'sha rivojlanishlarini yaxshi degan Sharxonga olib borib, yaxshi kelganda ham avgust sentyabr oyida bo'lgan ekan bo'yida. Opajon bering, men apparatga tushirdim, shunaqa nevara qulluq bo'lsin. Geriblar kuchli ekan. Qarab o'zim turay desam, nima qilasiz? Orsa qarang, oyog'i cho'la bo'lib qolsa qarang. Farzandim shunaqa dedim uka. Farzandim og'ir bir parcha go'sht berdim ularga. Jon opa unaqa demang dedim, bo'yda bo'pti dedim. Sizga ham nevara qulluq bo'lsin dedim. Meni ham boshqa nevaram dedim. O'zim qarab turay desam, o'shana deb javob qildi. Ha bo'pti-da, mayli dedim. Meni qarashdan nima qilyapti? Men asaloy ishga nima onasiga ketgan deb silkib jilkidi. Ha bo'pti, mayli opajon, mayli dedim. Unda ham innamadim ukajon, bo'pti endi shularga berganman ekan deb ishim bo'lmadi uka. Keyin yana nima bir oymi 2 oy o'tdi.
yana iltimos qilib so'radim. So'rasam, bo'lmasam yig'ishtirib oldinga solib beraman dedi. Qizingni Ha, so'rasangiz. so'rasang dedi. Men dedi, oyog'i sinsa qaraysan dedi. Bu hozir hech narsa emas bu. Tug'sa qaraysan dedi, qo'pol qilib. Ashunaqa dedimi farzand. Birovni bolasi-yu bu. Jonimni kechib berdim omonatimi. Siz qizingizni sovchi orqali berganmisiz yo ular sevishib? Yo'q, sevishmagan uka. Bir nima desam bo'ladi, tog'omi xotini topib keldi. Ashim bilan jiyanim o'rtog'ida, kuyov bolam bilan. Men ular tanimasdim. Bir Asakadan kelgan ekanmi, Sharxonda bir joydan ekanmi. Bo'pti dedi, ko'rishsin dedi. Men opa dedim, bular tanimayman, men bermayman kelin desam, ko'rishsin Dildoraxon dedi. Ko'rishdi, rasmga olibdi u bola. Endi mashinaga o'tirganda biz bilan sizdan shu uyda uchrashganda rasmga olib, shundan keyin yoqtirib qo'yganmi uka. Men aytdim, "Oma menga yoqmadi bola" dedim. Bolam bo'ylari kichkinagina ekan dedim. Sen Sizdan pasmidi bo'yi? ha, bo'yi endi sal qizimdan o'charoqda, o'rta bo'yli edi qizim ham. Desam, "O'zingiz bilasiz ona" dedi. Unaqa juda hali yengiltak qiz emas edi, og'ir bosiq, eslik. Birovga shart menga o'xshagan emas edi qizim. Shart gapiradigan. Og'ir bosiq qiz edi. Mana mahallamdagilar ham hayron bo'lib qoldi-ku. Ash kuni fevral kuni o'tgan kuni hammasi hayron bo'lib qoldi. Kelganda 2 kun oldin kelgan uka. Fevralda 2-kuni kelgan. O'ynab, kulib chiqib, uydan ham yaxshi kelgan. Xursand bo'lib kirib keldi. "Onajon, assalomu alaykum" dedi. "Ke bolam" dedim. Ko'rishdik chiroyli bo'lib, o'tirdik. Keyin akalari ukasi ishlab keldi, ukasining pulini olib, endi uyga xarajat qilib kelaylik deb xarajatga bordik uka. Chiroyli bo'lib o'ynab kulib, u o'zini ochadigan qiz emas-da. Chiroyli bo'lib borib, bozorlarda aylanib, yana xarajat qilib, ena bola ikamiz kech payt kirib keldik. Onam sho'rva solib turdi, sho'rva qildi, go'sht olib keldik, qo'y go'shtidan. Siz onangiz. Men o'zim onam ham borda. Sho'rva qildi, ichdik uka. Mana hozir sizga men disklarni berib yuboraman. O'yinga tushdi chiroyli bo'lib, o'tirdik gaplashib. Yana ertasiga tong otgandan keyin yana dam olgandan keyin yana 3-kuni abitdan keyin yana ketdik bozorga borib. Endi ketish nimasida. Kechqurun oskisi osib qo'yardi uka. Yo'q, osaman demadi. Ama aytdi. "Onajon" dedi. "Meni" dedi, "apparatga lazerga kuydirishar ekan" dedi. Endi men ham 8 ta tuqqanman. 3 tam kichkinaligida jijiligida bo'lmagan. Dedim, "Lazerga 5 mana tuqqanman" dedim. "Lazerga tushganini bir kuydirganini bilmayman u qizim" dedim. "Nimaga unaqa dedi senga" dedim. Desam, "Aya, nimaga unaqa lazer dedi? Men lazerni bilmayman-da o'zim ham mana uka" desam, "Ashna deyapti, aya, oyijon ashna dedi" dedi. Dedi, "Opangiz bilan borib kelamiz Andijonga" dedi. Dedi, men aytdim, "Tavba qildim, lazerni bilmayman men ham." "Aya, u lazer nima?" desam, ayam aytdi. "Endi lazer" dedi, "bolam" dedi, "hali bolali bo'lmasligi uchun kuydiradi lazerga" dedi. "Farzand bo'lmasligi uchun" dedi. Dedi, "Yo'qda kim aytdi? Bunda farzand bo'ldi" dedi. "Mana tushirish vorda" dedim. Doktorda 2 yo'l qildirishib yurib, giribda so'rasam ham berishmasdan dedim. Desam aytdi, dedi, "Ertaga apparatga ham olib borib bir tushirib qo'ygin" dedi. Dedi, "Ha, bo'pti" onamni gapi bilan ertalab ketdik uka. Borib apparatga tushirdim, til sho'rva olib berdim. Ichi ham kelmas ekan uka, ishonasiz. Ichi ham kelmas ekan. "Aya" dedi, "Ichim kelmaydi, mana kesam, mazza qilaman shu uyga kesam" dedi. "Nimaga bolam? Undaqa" desam, "Bilmayman aya" deb ashna dedi. Ama borgandan beri kasal bo'laverdi bolam. Ashetga borib. Men mana bolalarimni tug'aman uka. Bitta 5 yo'lda olaman boshqa. 5 ta bola baqqan bo'lsam, bir marta doktorda yotgan emasman jon uka. Nima uchun meni ishonib turib bergan farzandim. Uni eshigiga borib, "Ha" deb 2 yo'l olib. Joni og'risa, so'rasam bermasam uka. Nima qilishim kerak? Borib o'zini osib qo'yam uka. Ash kuni kech payt keyin borib qo'ydi. Shu ayajon haytga kirib kelaman deb 2 betimdan o'pib chiqib ketdi uka. "Bo'pti bolam, o'zingni ehtiyot qilgin" dedim. Ama shu gapni aytdi. "Ama yer ontaryapman aya" dedi. "Nimaga yer ontarasizlar?" Tushdi kunida. "Ha, biz mana yotibdi yerimiz" dedim. "Nimaga yer ontarasan" dedi. "Ha, qish hozir" dedi. "Ontarib bo'lgan ekan uka, borganda ko'rdim o'z ko'zim bilan. Haqiqat to'g'ri aytgan ekan qizim rahmali. Yerni ontarib bo'lgan ekan." Ishonasizmi? Dadajon ikkovimiz ontaramiz dedi. "Biz dadajon ikkovimiz ular uchun odam emasmiz" dedi. "Yashaging kelmasa bo'pti qizim" dedim. "Endi desam qo'ying mayli aya. Hammasi joyiga tushib ketadi" dedi. "Yashamasang to'g'risini aytgin qizim" desam, "Yo'q onajon, qo'ying endi" dedi. "Bo'pti bolam" dedim.
ash kuni ketdi uka, chiroyli bo'lib ukasi bilan bordi. Telefon qilmadi, men qudamga telefon qildim, ketayotgan oldim. Opa dedim, nima dedim, apparatga tushirdim, hamma endi lazerga tushirib qo'ymasin dedimda. Opajon assalomu alaykum deb yaxshilikcha gaplashdim. Opa dedim, apparatga tushirdim dedim. Lazerga tushirdim, men demadim mana shunday qoni kam ekan desam, yemadimi? Yemayapti-kanmi? Ichmayapti-kanmi dedi. Bashoratxonning ovozi kelib qoldi. Assalomu alaykum oyijon dedi. Qizim kirib borganini eshitdim, shu bo'ldi-ku, ovozi shu qulog'imda jaranglab, shu ovozni eshitdim ukajon. Keyin bola nima men ayajon bekor aytdi, qaynasidan qo'rqadi ekanda. Ayajonim bekor aytdi deb ukasiga. Men aytdim, yomon gap emas u dedim, bolam dedim. Men o'g'limga aytdim. Yomon gap emas u dedim. Apparatga tushirdim, qoni kam ekan deganimga shunga o'ltirib yuboramiz insonni uka. Nima sababdan? Nimaga birovni omonati yoshgina qiz u. Olib bersa bo'lmaydimi? Keyin nima tushimda aytdi, kechqurun ham telefon qildik, qudam bilan gaplashganimizdan keyin kechqurun yotganimizdan keyin bir vaqt anchadan keyin akasi ham kelgandi, bittasi farzandli bo'lgandek nimada o'tirishgan edi. Uxladik, qizni kuzatgandan keyin kech payt ayajon yordam bering deyordi hopimda. Tushimda men aytdim, shart turdimda, ashut yodim. Aya dedim, Bashoratxon shuna deyapti-ya dedim. Ishqilib Allohimga omonatda dedim. Bolam yordam bering. Meni 6 kishi qiynayapti deyapti-da dedim. Desam keyin aytdi, qo'y astag'firulloh dedi. Cho'chima dedi. Yot dedi. Ma'murjon telefon qil dedim, pochchenga dedi. Kechasi dilim g'alati bo'lib qoldim-da. Desam keyin qildi bular, qildi, kodlangan chiqdi-ku. Biz kodlab qo'yardik kuyov bolam. Telefonda olmasdi, gaplashtirmas. Bashoratxonga nimaga unaqa kuyoving desam, elanganimdan keyin telefonni beradi aya deyapti. Nimaga seni elantiradi bolam? Shunchalik yashaysanmi sen? Desam, yo'q aya deb ashuna deyapti. Ashandan keyin men aytdim, hayron qoldim. Telefonni ham kodlab qo'ygan bo'lmasa bizga ayt, telefon olib beraylik dedim. Kuyov bola olib bermayman desa dedim. Desam, yo'q aya qo'yavering dedi. Telefon qilmadi. 2 soat 3 soat o'tgandan keyin o'zi qilar edi. Kuyovdan olib. Ya qilmadi. Men aytdim, hijolat bo'ling. Ma'murbek, senlar ham qilib ko'rish dedim. Qudamga biz gaplashuvdik yosh vaqt. Ertasi o'tdimi-ku? Ertasidan keyin shu kuchishni ko'rdim. Ertasiga shu meni xabar kelyapti. Ertalab 11:30 da kelyapti. Ular ertalab deyapti. 11:30 da jiyanim kelyapti. O'zi kelmayapti o'shanda. Kelib, men uyda men idishda olib, ashunda ham qarang, xayolimga qarang, bormabman bolamga. To'xtab tur. Endi men o'ldirib qo'yishni qaydan bilay? Uka o'zi telefon qilib qolar deb kutibman-da, endi ha deb, hali qiz bersangiz, ha deb telefon qilgani ham duo qilasiz ekan. Keyin men aytdim, unga nimaga aytdim? Dedim, bo'pti, bo'lmasam bosh ko'zimni idishlarni yuvib ko'ringchi, bo'lmasam ukasi kelib bo'lsa birga boramiz deb tursam, jiyanim kirib keldi. Nima Dildor opa yaxshimisiz dedi ko'z o'ynab. U yoqdan bu yoqqa qarab, "Ha, tuzingmisan-ku, yaxshimisan?" desam, Bashoratxon doktorga tushib qoldi dedi. Dedim, Nodirbek uyda yotdi o'g'lim. Nimaga Bashoratxon doktorga tushadi? Kecha ketdi-yu, 2 kun o'tdi arasidan dedim. Yaxshimi o'zi desam, yaxshi yuravering dedi. Nexiyada kelgan ekan. Chiqdik keyin billa. Chiqib, men aytdim, "Nodir, sen ham yur" dedim. Deb borsak, uyimda to'g'ri ketmayapmiz doktorxonaga. Uy tomonga, kuyov tomonga burilyapti. Nimaga burilyapsizlar? Burilyapsan Jahon dedim. Desam, "Ha yo'q, yuravering uyda. Sen hozir nima deding?" dedim. Doktorxonada to'g'risini gapir, Bashoratxon yaxshimi dedim. Desam, "Yo'q, yaxshi" dedi. Deb meni ko'zimga qaralmayapti. Ketyapmiz. Uyga kirib borsak, qani Bashoratxon chiqmadi-da. Hali yangi yillarda yo'qlab borsam, aya deb yugurib chiqardi, bolam ko'rinar. Qani bolam desam, "Ha, yuravering" dedi. Qani deb uyda bunday qarasam, uyda yo'q. Musurga olib borib, uni uyini yonboshidagi chordivor joyi bor, mana unda ham chiqadi. O'sha yerda yotibdi bolam, chiroyli bo'lib uxlaganday yotibdi-ku. Hech ham osganga o'xshamaydi, joniga. Melisa turibdi. Mendan keyin kirib keldi Melisasi ham. Keyin mahalla komitetlari kirib keldi. Keyin nima hali tergovchi bola kirib keldidan keyin men dod deb yig'lab yo'q o'tganimdan keyin bolamni borib turib siladim uka. Devishasam muzlab bo'lgan bolam. Qo'llarini silab, qo'llarini yutdim. Nima bo'ldi senga Bashoratxon desam, yo'q. Bo'ynida chizig'im yo'q uka. Ko'kargan joylari. Yo'q.
betlarini siladim. Ko'rak tomonga qo'limni solib ko'rdim. Jon bolam, odam dal o'lsa sekin muzlaydi deyapti. Endi 11:30da ertalab olsin degan. Bolam qatib bo'lgan uka, jag'lari ham qatib, chiroyli o'z qoshlari ham chiroyli qiz edi, qoshlari ham tutashib. Hech narsa yo'q bo'ynida. Kichkina ip uni o'ldirib turib tortib qo'ygan ekan. Hop, qanday o'ldirgan Ashi- bo'lasiz? Taxminingiz. Menimcha aytaman, yo urganda uka, u ipchi ko'rinmaydi ham, shunda hayolimga kelmabdi. Kamera qilishgin demabman men. Shokka tushib qolganman-da, keyin aytdim, keyin o'tirgandan keyin bu yoqqa chiqqandan keyin meni haligi bolalar chiqarib yubordi. Men esa bolalar, nimaga bormayman dedim, bolamni ko'raman holatini dedim. Ammo termilib qaradim uka. Osgan odamda mana o jig'ildog'i chiqib ketsa kerak. Bolam uxlaganday yotibdi, hamma yo'g'i baylangan uka. Jag'lari ham chiroyli bo'lib baylangan. Shunday qanday uxlaysiz? Shunday yotibdi. Ro'molini yechilgan xolos, ro'moli yonida. Izlari yechib qo'yganmi? Oyog'idagi kalishlari ham chiroyli bo'lib turibdi. Hech narsa bo'lgan yo'q. Ko'ylaklari ham tirtilgan yo'q, yirtilgan yo'q. Jon berish osonmas uka. Qo'lingizga bitta igna kirib ketsa qanchalik qiynalasiz. Hech narsa bo'lgan yo'q. Qo'llari ham, ko'ylaklari ham hamma yo'g'i joy-joyida turibdi. Betlarini siladim. Betidan bunday qilib bolajonim deb ko'kraklarimga qo'limni tiqib ko'rsam muzlab qo'ygan, qatib qo'ygan bola. Xudoyim menga ko'rsatdi qo'shnimda uka. Allohim hamma yoqqa yebchilar ekan. Qo'shnimni ko'rdim uka, o'zimni yuvdim. Birinchi qo'rqdim uka kirgan. O'sha qiz ham og'izlarimni qiyshayib, qo'llarini ham yozolmagan ekan uka. Meni bolam shunday yotibdi-yu. Bolam joniga qasd qildi. Prezidentimdan, qizidan iltimos qilaman. Menga yordam bersin. Meni bolam beajal o'lib ketdi. Hayajon, hayotga kelaman deganini. Hozirgacha ham ko'z tutaman. Har oyda 2 kutaman. Bir parcha go'sht bolani katta qilib, birovga ishonib topshirsangiz-ku. Nimaga o'ldirish shartmidi uka? Buni otasi yo'q dedi. Arkasidan ayol dedi. Hurmatli prezidentimga, ashi qiziga iltimos qilaman, xalqimga, jon uka sizlarga ham tarqatinglar. Ko'rsin menga o'xshagan onalar qiynalmasin. Azob tortmasin bolasini arkasidan. Hamma yoqqa yozdim uka. Endi borsam prezident yoniga ham kelaman dedim. Qizini yoniga ham kelaman dedim. Meni qo'limda mablag' yo'qmi? Shuning uchun odam o'rnida ko'rmadimmi? Lekin kuyov bolam ham ko'p ustimdan jalka qildi. Sen internetga chiqyapsan dedi. To'plagani chiqyapsan dedi. Men internetni bilmayman uka. To'g'risi, boshimga solishdi. Boshimga soldi meni. Shu bolamning kuniga qilib qiynab yurib, bir dona qizim edi, sappasoq qizim. Qaynasi yordam, qaynasi xo'rlar ekan bolamni. Ishonasizmi? Ha, birovni bolasi-yu, yer-on targizdirib, o'zini ust-boshini kiydirib nima qiladi? Xudoyim dilini pokiza qilsin, beraveradi Xudoyim. Uyam o'lsin, ust-boshlar ham qoldi uka. Eski so'zlar mana olib borib ko'rsatdim. Tergovchi bolalarga, jon bolalar, mashash qiz ust-boshi. Nima uchun men sarpo qilib berdim u bolaga? Nima uchun? Men uy sarposi qoldi uka. Mana uka, mashinamni yig'ib o'tiribman. Kim tutadi mana jon uka? Mana seplar, mana seplarni ol, mana chakmosh, mana uka hamma yo'q, mana ko'rpa to'shaklari mana. Ko'ylaklarini ham. Ko'ylaklarini ham tushar yig'averamiz uka. Mana shu ko'rpa to'shaklari mana uka. Ko'ylaklarini ham olgin, tashagin. Ko'ylak o'lsin, shu ovsinni ko'ylagini kiydirib nima qiladi uka? Mana seplari. Kim kiyadi qiladi uka mana? Yig'ib o'tiribman mana. Bolamni uyimi. Mana ukajon. Ust-boshlar ana sandig'ida turibdi. Mana seplarda ikki bash bolam tutsa bo'lmasmidi? Menga nima keragi bor jon uka? Shuni ham mana sandig'ini alishtirib qo'yibdi uka. Shuni ham aytdim men jon uka. Mana seplari hamma yo'g'i mana uka. Bittasini tutmadi shu bolamga deb buyurmadi shu bolam. Chiroyli qilashlar tek qo'yganda shu bolamga buyurardi shular. Jon uka, seplari ham bolamga nasib qilgizdirmadi.
Hattoki musorga tashlab qo'yib to'shakka yotqizib qo'ysa yotaman hidini hidlab. Nimasi qoldi menga? Sort bo'lmasdan turib yo'q kecha ham bitta xat keldi. Odamni shu yurtimiz tinch, lekin nima uchun bu insonlarni farzand bilan qiynaydi? Ulardan yozibdi natijalarini manetidan bunday qilib nimasi bunday ketgan debdi, ezilgan debdi. Lekin ezilgan yo'q bu yoqlar. Yo'q, qo'l bilan ezgan dedimi uka? Onasi kesin demaydimi? Ashta ko'rganda ishonardim ko'zim bilan. Osgan joyda turavermaydimi? Bo'lamdi. Olmaydimi? Abdiya onasini ko'rsin, osti mana. Dorda ko'rsin shu farzandini. Ertaga bizga shalka qiladi bu. O'z farzandini ko'rsin, joniga qasd qilib qo'ydi deb. Ha, uyimda ham joniga qasd qilaverardi uka. Meni yuragim aytib, haligacha hech ham bo'lang joniga qasd qiladi degan yo'q narsa menda. Ishonasizmi? Nuriga ham jo'natib ham bo'lamdi. Bo'lamdi ichaylarigacha pokizalik uchun, yaxshilik uchun olganda o'rdagilar. Mening yosh umr xazon bo'ldi-da uka. Bolam uyimga kelganda joniga qasd qilib qo'yardi. Dadasi o'lganda ham katta qiz 9-sinfda o'qiyardi uka. 9-sinf o'quvchisi edi. Dadam yuragimda yashaydi. Mana mahallamdan so'rang, hammasi jinni bo'lib qoldi. Ash kuni kelganda bola 2 kun oldin shu gap eshitilyapti uka. Ash kuni kelgan uka, chiroyli bo'lib yeb ichib ko'ylak olib berganman uka. Xalat kiyasanmi desam, ko'ylak kiyaman onajon dedi. Tanlab bo'lmasam dedim. O'zi tanlab oldi uka. Til sho'rva berdim. Nima ichasan qizim desam, til sho'rva beravering ayrim. Ana tuqqaningni tug'ib olding-ku, shu bolaga yegisam bo'lmaydimi? Ha bo'lmasam yo'q-ku, ajratib olib ber menga. Senga kerak bo'lmasa menga kerak-ku. Endi asosiy maqsad shu qotillar jazosini olsin uka. Qotillar. O'sha oilasi biladi. Nima bo'lganini biladi. Yashiryapti. Nimaga yosh qiz? Mana uka, men hech narsadan kamsitmadim uka. Mana aytgan, akalari hech narsa. Nima sababdan? Hozir kiraylik opa desangiz, ana sepini ko'rasiz uka. Bunaqa bo'lgani bilan hech kimdan bekamni ko'z qilib, oshig'i bilan qildim. To'yxonada qilib berdim, to'ydi ham. Shu akasi shu bitta akasi ishlab, shu pulni topib ekan akasi. Uka, birovdan kam qilmay chiqardim. Nima uchun osib qo'yadi? Jon uka, men shuni sababini bila olmayapman. Nima sabab? Sabab yo'q uka, ishonasizmi? Bolali bo'lmadi desa 2,5 oylik bolani yeyishdi boshini. Uka, 6 oylik kelinchaga 6 oylik kelinchak uka, 2,5 oylik bolani boshini yeyishdi. Ashini ham so'radim, 2 marta so'radim, jon uka. Oxiri bola tushganda olib kelib, ana uzumni tagiga qo'ydim. Bir hafta olib kelib qaradim o'zim. Jonim uka.